Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday muhim mavzu haqida gaplashmoqchimanki, bu har birimizga, ayniqsa 7 yoshdan oshgan keksa avlod vakillariga bevosita tegishli. Siz bilasizmi, pensiya jamg'armasi sizga hech qachon oshkor qilmaydigan 3 ta qo'shimcha to'lov mavjud. Bu to'lovlar haqiqatan ham sizning oylik daromadingizga juda katta miqdorda qo'shilishi mumkin. Ammo afsuski, ko'pchilik bu imkoniyatlardan bexabar. Men sizga bugun aynan shu sirlarni ochaman. Agar sizning oilangizda 7 yoshdan oshgan qon qarindoshlaringiz bo'lsa yoki sizning o'zingiz ham shu yoshda bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Bu videoning imkon qadar ko'proq odamga yetib borishiga yordam beradi. Biz hammamiz bilamizki, pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Yangi qonunlar, qarorlar qabul qilinadi. Amaldagi normalarga tuzatishlar kiritiladi. Ilgari pensiya hisoblash tizimi ancha sodda edi. Ko'p narsalar odamning o'zi shaxsan murojaat qilishi bilan hal bo'lardi. Barcha ma'lumotlar qog'oz shaklda saqlanardi. Pensiya jamg'armasi xodimlari barcha imtiyozlarni va qo'shimcha to'lovlarni har bir pensiyaga chiqqan shaxsga tushunib berishga harakat qilar edi. Ammo har doim ham bunga ularning imkoniyati yetmasdi. Chunki son sanoqsiz qoidalar va alohida holatlar mavjud edi. Ba'zida esa mutaxassisning o'zi ham barcha nozik jihatlarni to'liq bilmasligi mumkin edi. Bugungi kunda esa tizim juda murakkablashgan. Axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan birga ko'p jarayonlar avtomatlashtirildi. Ammo bu avtomatlashtirish ba'zi bir imkoniyatlarni raqamli o'rmonlar ichida yo'qolib qolishiga ham sabab bo'ldi. Asosiy muammo shundaki, pensiya jamg'armasi yoki hozirda bu vazifalarni bajara oladigan aholini ijtimoiy himoya qilish agentligi avtomatik ravishda barcha mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni hisoblab chiqib, ularni tayinlashga majbur emas. Ularning asosiy vazifasi pensiyani qonunchilik doirasida to'g'ri hisoblash va belgilangan muddatda tayinlash. Ko'pgina qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar uchun esa pensiyaga chiqqan shaxsning o'zi bevosita murojaat qilishi, tegishli hujjatlarni taqdim etishi va o'z huquqini talab qilishi talab etiladi. Bu ayniqsa 7 yoshdan oshgan kishilar uchun juda muhim. Chunki bu yoshdagi fuqarolarga qonunan ko'plab qo'shimcha imtiyozlar beriladi. Ammo afsuski, bu haqda ko'pchilik bilmaydi. Ma'lumot yetarli emas yoki uni qanday olishni tushunmaydi. Natijada har oyda katta miqdordagi pul o'z egalariga yetib bormay qolmoqda. Bu esa keksa avlod vakillarining moddiy ahvolini yanada og'irlashtirmoqda. Biz bugun mana shu muammoning ildizlarini ochib sizga aniq yechimlarni taqdim etamiz. Toki hech bir pensiyaga chiqqan inson o'zining qonuniy haqqidan mahrum bo'lib qolmasin. Ashtish birinchi qo'shimcha to'lov. Boqimandalik shaxslar uchun pensiyaga bu ustama pensiyaning eng kam ta'minlangan qismiga qo'shiladi va ko'pincha pensiyaning asosiy qismidan alohida hisoblanadi. Bu pul sizning pensiyangizga katta miqdorda qo'shimcha bo'lishi mumkin. Ayniqsa sizning qaramog'ingizda bir nechta shaxs bo'lsa. Bu to'lovning maqsadi oilasida mehnatga layoqatsiz yoki mustaqil daromadga ega bo'lmagan shaxslarni boqayotgan pensiyaga chiqqanlarga ijtimoiy yordam berishdir. Ko'pchilik bu imtiyoz haqida bilmaydi. Chunki pensiya tayinlanganda oilaviy ahvol boshqacha bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan o'zgarishlar, masalan, nabira talaba bo'lishi, turmush o'rtog'ining nogironlik holati yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasi sizning oilaviy holatingizdagi bu o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib bormaydi. Shuning uchun bu haqda sizning o'zingiz xabar berishingiz kerak. Bu ayniqsa 7 yoshdan oshgan pensiyaga chiqqan kishilar uchun muhim. Chunki ular ko'pincha oilada nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan yolg'iz kishilar bo'lishadi va aynan ular o'z qarindoshlariga g'amxo'rlik qilishadi. Kimlarga tegishli va kimlarga emas, kimlarga tegishli. Bu ustama avvalo quyidagi shaxslarni qaramog'ida saqlayotgan pensiyaga chiqqanlarga beriladi. 15 yoshga to'lmagan farzandlar, o'gay farzandlar, asrab olingan bolalar. Hatto agar ular maktabni bitirgan bo'lsalar ham 18 yoshga yetmagunlaricha ular qaramog'ingizda hisoblanadi. Bu to'lov farzandingiz voyaga yetmaganligi sababli unga g'amxo'rlik qilishingizni e'tirof etadi. Kunduzgi bo'limda o'qiydigan talabalar 23 yoshga to'lgunlariga qadar. Bu juda muhim nuqta. Chunki ko'pchilik pensiyaga chiqqanlar o'zlarining katta yoshli nabiralarining kunduzgi bo'limda o'qishini unutib qo'yishadi yoki bu ularga tegishli emas deb o'ylashadi. Agar nabirangiz yoki o'zingizning farzandingiz sizning qaramog'ingizda bo'lsa, hatto u 20-22 yoshda bo'lsa ham siz ushbu ustamani olish huquqiga egasiz.
Bu shart. O'qish davrida talabalarning mustaqil daromadi bo'lmasligi va ular oilaviy budjetga bog'liq bo'lishi ehtimolini hisobga oladi. Keksa yoshdagi yoki nogironligi bor qarindoshlar agar ular mehnatga layoqatsiz bo'lsa va ularni ta'minlaydigan boshqa shaxs bo'lmasa, masalan, bir yoki ikki guruh nogironligi bor turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz agar ular sizning qaramog'ingizda yashasa mustaqil daromadga ega bo'lmasa, bu holatda siz ularning yagona ta'minlovchisi sifatida e'tirof etilasiz. Ota-onasi bo'lmagan, sizning qaramog'ingizda bo'lgan 12 yoshga to'lmagan jiyanlar, singillar yoki ukalar, ya'ni agar siz ularga vasiylik qilsangiz yoki ularning ta'minoti sizning zimmangizda bo'lsa, kimlarga tegishli emas. Bu ustama agar qaramog'ingizdagi shaxs Bo'rin beki yoshdan oshgan va kunduzgi bo'limda o'qimasa, ya'ni u ishga joylashishi yoki o'zi ta'minlashi mumkin deb hisoblanadi. Ishlasa va mustaqil daromadga ega bo'lsa, hatto kichik miqdordagi daromad ham bu imtiyozni olishga monelik qilishi mumkin. O'zini ta'minlashga qodir bo'lgan boshqa yaqin qarindoshlari mavjud bo'lsa, masalan, ishlaydigan farzandlari yoki turmush o'rtoqlari. Bu shart imtiyozning aynan eng muhtoj oilalarga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan. Real hayotdan misollar va raqamlar bergan O'rinbur 7-2 yoshda. U Toshkent viloyatining qishloqlaridan birida yolg'iz yashaydi. Uning o'g'lining 20 yoshli qizi, ya'ni nabirasi Farg'onadagi universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi va o'qish vaqtida buvisining yonida yashaydi. Buvisi uning oziq-ovqat va yashash xarajatlarini qisman qoplaydi. O'rmon bu dastlabki pensiya tayinlanganda uning qaramog'ida bo'lgan bolar voyaga yetgan edi. Shuning uchun bu ustama unga tayinlanmagan. Lekin nabirasi universitetga kirgach, buvining pensiyasiga qo'shimcha ustama tayinlanishi mumkin edi. Pensiya jamg'armasi bunga avtomatik ravishda e'tibor bermaydi. Chunki ular nabiraning o'qishga kirganligini va O'rmon qaramog'ida ekanligini bilmasdi. Agar O'rmon bu o'z vaqtida murojaat qilganda, uning pensiyasiga har oyda taxminan 300 so'm miqdorida qo'shimcha mablag' qo'shilgan bo'lardi. Bu esa yillik 36 million so'mdan 4 million so'mgacha degani. Tasavvur qiling, 2 yil o'qish davrida bu qancha pul bo'lishi mumkin? 7 milliondan 9,6 million so'mgacha. Bu pul nabirasining o'qish xarajatlari, darsliklar va shaxsiy ehtiyojlar uchun juda katta yordam bo'lardi. Bu ustama keksa yoshdagi odamlarning nafaqat o'ziga, balki oilasining yosh a'zolariga ham moddiy ko'mak berish imkoniyatini ta'minlaydi. 2 asterisk misol. Qayum bobo 75 yoshda. U Buxoro viloyatida yashaydi. Uning turmush o'rtog'i 73 yoshli Safargul aya bir necha yil oldin qon bosimi bilan bog'liq og'ir kasallik tufayli yilguruh nogiron bo'lib qolgan va doimiy parvarishga muhtoj. U mustaqil yura olmaydi va deyarli har doim yotoqda. Qayum bobo pensiya tayinlaganida Safargul aya nogiron emas edi. Keyinchalik uning sog'lig'i yomonlashib, nogironlik ta'minoti tayinlandi. Qayum bobo o'z pensiyasiga qo'shimcha ustama olishi mumkin, chunki u mehnatga layoqatsiz oila a'zosini qaramog'ida saqlaydi va unga g'amxo'rlik qiladi. Agar bu haqda bilganda va tegishli hujjatlarni, nogironlik ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma taqdim etganida uning oylik pensiyasiga qo'shimcha darmehri, behi-mehri 1000 so'm qo'shilgan bo'lardi. Bu uning va oilasining moddiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Chunki Safargul ayaning dori darmonlari va parvarishi uchun doimiy ravishda xarajatlar qilinadi. Bu to'lovlar quyida tariqasida pensiyaning belgilangan asosiy miqdoriga foiz ko'rinishida qo'shiladi va bu foizlar bir yoki ikki nafar qaramog'idagi shaxs uchun farq qiladi. 3 yoki undan ortiq kishi uchun ham alohida stavkalar belgilangan bo'lishi mumkin. Bu esa qo'shimcha to'lovning umumiy summasini yanada oshiradi. Ikkinchi qo'shimcha to'lov. Qishloq xo'jaligida uzoq muddatli ish staji uchun bu ustama ko'pchilik qishloq joylarda umri davomida og'ir sharoitlarda mehnat qilgan keksa fuqarolar uchun juda muhim. Ammo ko'pincha pensiya jamg'armasi yoki hozirda aholini ijtimoiy himoya qilish agentligi tomonidan avtomatik ravishda hisobga olinmaydi. Gap shundaki, qishloq xo'jaligida muayyan muddat ishlagan pensiyaga chiqqanlarga pensiyaning belgilangan miqdoriga qo'shimcha foiz ko'rinishida ustama berilishi mumkin. Bu imtiyozning maqsadi qishloq xo'jaligini rivojlantirishga, yurtimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qo'shgan ulkan hissasini e'tirof etish va ularga munosib ehtirom ko'rsatishdir. Ko'pincha pensiyaga chiqish paytida umumiy ish staji hisoblanadi. Ammo qishloq
xo'jaligi sektoridagi spesifik uzoq muddatli stajga e'tibor berilmaydi. Chunki bu alohida band bo'yicha belgilangan imtiyoz hisoblanadi va uning uchun qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Kimlarga tegishli va kimlarga emas, astirish kimlarga tegishli? Bu ustama quyidagi shartlar bajarilganda beriladi. Pensiyaga chiqqan shaxsning qishloq xo'jaligi sohasida fermer xo'jaliklari, kolxozlar, sovxozlar, agrofirmalar va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari kamida 30 yil ish stajiga ega bo'lishi kerak. Bu ish staji faqat qishloq hududlarida joylashgan korxonalardagi ishlarga tegishli bo'lib, shahardagi qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lmagan ishlar bu hisobga kirmaydi. Pensiya tayinlangan paytda yoki ustama tayinlanayotgan vaqtda pensiyaga chiqqan shaxs qishloq joylarda doimiy yashashi lozim. Bu juda muhim nuqta. Ba'zida odamlar umrining asosiy qismini qishloqda o'tkazib, keyin shaharga farzandlari yoki nabiralari yoniga ko'chib kelishadi. Agar ular shaharga ko'chib kelgan bo'lsalar va doimiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsalar, bu ustamani olish huquqidan mahrum bo'lishlari mumkin. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, ayrim hollarda qishloq joydan shahar hududiga ko'chib o'tgan bo'lsa ham, qishloq xo'jaligidagi ish staji belgilangan muddatga to'g'ri kelsa va fuqaro o'zining qishloqdagi yashash joyini saqlab qolgan bo'lsa, masalan, uning uy joyi hali ham qishloqda bo'lsa, individual tarzda ko'rib chiqish mumkin. Qishloq hududida doimiy yashash sharti qat'iy talab etiladi. Pensiya jamg'armasiga yoki aholini ijtimoiy himoya qilish agentligiga tegishli ariza va hujjatlar bilan shaxsan murojaat qilish shart. Bu ustama avtomatik tarzda berilmaydi. Chunki tizim har doim ham barcha nozik ma'lumotlarni, jumladan qishloq joyida yashash faktini aniqlay olmaydi. Kimlarga tegishli emas? Qishloq xo'jaligida 30 yildan kam ish stajiga ega bo'lganlarga. Bu shart imtiyozning aynan uzoq muddatli mehnatga berilganligi sababidir. Qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lmagan sohalarda, masalan, shifokor, o'qituvchi, muhandis, savdo xodimi ishlaganlarga, hatto ular qishloqda yashagan bo'lsalar ham, pensiyasi tayinlanganda yoki murojaat qilayotganda qishloq joylarda doimiy ro'yxatdan o'tmaganlarga. Real hayotdan misollar va raqamlar. Misol. Dehqon bobo 78 yoshda. U Qashqadaryo viloyatining bir chekka qishlog'ida yashaydi. U yoshligidan umrining 7 yilini Yangi hayot kolxozda traktorchi bo'lib ishlagan, shundan keyin esa fermer xo'jaliklarda ishlashni davom ettirgan. U doimo qishloqda yashagan va hozir ham o'sha qishloqda yashaydi. Pensiya tayinlanganda pensiya jamg'armasi uning umumiy ish stajini hisobga olgan, ammo qishloq xo'jaligidagi uzoq muddatli staj uchun belgilangan alohida ustamani avtomatik tarzda qo'shmagan. Sababi, bunday ustamalar uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin va avtomatik tarzda tizim buni hisoblamaydi. Ayniqsa eski kolxoz yoki sovxoz hujjatlari aniq bo'lmagan hollarda. Agar dehqon bobo tegishli bo'limga murojaat qilsa, uning pensiyasiga har oyda o'rtacha 2,3 ming so'm qo'shimcha to'lov qo'shiladi. Bu bir yilda 3 milliondan 42 million so'mgacha bo'lgan mablag'ni tashkil etadi. Bu shunchaki o'z-o'zidan hisoblanib qolmaydi, balki fuqaroning o'zi murojaat qilishi talab etiladi. Bu mablag' dehqon boboning dehqonchilik asbob-uskunalarini ta'mirlash, oilasiga g'amxo'rlik qilish, dori-darmon sotib olish kabi ehtiyojlariga juda katta yordam bo'ladi. Uning og'ir mehnati uchun munosib e'tirof bo'ladi. 2. Astaras misol. Anvar aka 73 yoshda. U 32 yil davomida Sirdaryo viloyatidagi yirik fermer xo'jaligida agron bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqandan so'ng u o'zining qarindoshlari yordamida Toshkent shahriga farzandlarining yoniga ko'chib kelgan va shaharda doimiy ro'yxatdan o'tgan. Uning uzoq muddatli qishloq staji bor, lekin u hozir shaharda doimiy yashaydi. Dastlabki qoidalar bo'yicha ushbu ustamani olish huquqiga ega emasdek ko'rinadi, chunki asosiy shartlardan biri qishloq joyida doimiy yashash edi. Biroq agar u o'zining qishloq joylarida doimiy yashash sharti bajarilishini isbotlay olsa yoki qonunchilikda uning holati uchun istisnolar ko'zda tutilgan bo'lsa, ba'zida mintaqaviy qonunlarda yoki alohida Vazirlar Mahkamasi qarorlarida bunday imkoniyatlar bo'ladi. Masalan, agar qishloq hududi shaharga qo'shilgan bo'lsa, u ham bu ustamadan foydalanishi mumkin. Masalan, agar u shaharga faqat vaqtincha ko'chgan bo'lsa va qishloqdagi uy joyi saqlanib qolgan bo'lsa, u bu holatda imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Bu holatda agar Anvar aka tegishli hujjatlarni to'g'ri taqdim etsa va qishloqda yashaganligini isbotlasa, uning ham pensiyasiga xuddi dehqon bobo kabi qo'shimcha mablag' qo'shilishi mumkin. Bu albatta
har bir holatda individual tarzda barcha hujjatlar va qonunchilikning nozik jihatlari o'rganilgan holda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun vaziyat biroz murakkab bo'lsa ham imtiyozga haqqingiz bor deb haqqingiz hisoblasangiz albatta murojaat qilish kerak. Asterisk 3-qo'shimcha to'lov, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar va kompensatsiyalar bu qo'shimcha to'lov bevosita pensiya jamg'armasi tomonidan berilmasa ham pensiyaga chiqqan shaxsning moddiy ahvolini yaxshilashda juda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa 70 yoshdan oshgan yakka yashovchi yoki oilasi bilan birga yashasa-da daromadi past bo'lgan keksa fuqarolar uchun bu katta yordamdir. Gap shunday, qonunchilikda fuqarolarning uy-joy kommunal xizmatlari, gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi yig'ish va boshqalar uchun sarflanadigan xarajatlarini qoplashga yordam beruvchi subsidiyalar va kompensatsiyalar belgilangan. Bu subsidiya naqd pul ko'rinishida berilmasligi, balki to'lov cheklardan ma'lum bir foizini qoplash orqali amalga oshirilishi yoki fuqaroning hisobiga pul o'tkazilishi mumkin. Bu esa ularning oylik budjetidagi og'ir yukni yengillashtiradi. Ushbu turdagi yordam ko'pincha keksa odamlar uchun juda dolzarb bo'ladi. Chunki ularning pensiya daromadlari kommunal to'lovlar uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa qish oylarida isitish xarajatlari sezilarli darajada oshadi. Pensiya jamg'armasi bu haqda sizga aytmaydi. Chunki bu to'lovlarning vakolatiga kirmaydi va u mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Kimlarga tegishli va kimlarga emas, asas kimlarga tegishli? Bu subsidiya quyidagi shartlarga javob beradigan pensiyaga chiqqanlarga beriladi. Oilaning umumiy daromadi belgilangan eng kam daromad chegarasidan past bo'lishi kerak. Bu chegaralar viloyatlar va shaharlar bo'yicha, shuningdek oilaning tarkibi, bolalar soni, nogironligi bor oila a'zolari bo'yicha farq qilishi mumkin. Har bir hududda o'zining minimal ijtimoiy standartlari mavjud. Uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlar oilaning umumiy daromadining belgilangan foizidan, masalan, 15-20% dan oshgan hollarda. Ya'ni agar oilaning kommunal xizmatlarga sarflaydigan puli daromadining katta qismini tashkil etsa va oila ushbu xarajatlarni to'lashda qiyinchilikka uchrasa, u holda subsidiya olish huquqi paydo bo'ladi. Bu ko'rsatkich har bir hududda mahalliy hokimiyat tomonidan tasdiqlangan bo'ladi. Bu subsidiya uchun alohida ijtimoiy himoya bo'limlariga, hozirda aholini ijtimoiy himoya qilish agentligi bo'limlariga murojaat qilish kerak. Pensiya jamg'armasi bu to'lov bilan shug'ullanmaydi. Asas kimlarga tegishli emas? Daromadi belgilangan me'yordan yuqori bo'lgan oilalarga. Agar oilaning oylik daromadi barcha a'zolar uchun belgilangan minimal daromad chegarasidan yuqori bo'lsa, u holda ular subsidiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. Uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlari oila daromadining kichik qismini tashkil etadigan oilalarga. Agar sizning kommunal xarajatlaringiz sizning daromadingizga nisbatan arzimas bo'lsa, sizga subsidiya berilmaydi. Yakka tartibdagi uy-joylari bo'lib, ular kadastr hujjatlarida turar joy sifatida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ba'zida shunday holatlar uchraydi. Ayniqsa eski qurilgan uylar uchun. Bu holda uy-joy qonuniy tarzda ro'yxatdan o'tmagani uchun subsidiya tayinlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Real hayotdan misollar va raqamlar. 1. Misol Dilfuza 26 yoshda. U Farg'ona shahrida bir o'zi 2 xonali kvartirada yashaydi. Uning yagona daromadi bu pensiyasi. Qish oylarida uning issiqlik, gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlari oyiga 800 ming so'mga yetishi mumkin. Bu uning pensiyasining qariyb yarmidan ko'prog'ini tashkil etadi. Bu xarajatlar uning boshqa zarur ehtiyojlari, oziq-ovqat, dori-darmon uchun pul yetishmasligiga olib keladi. Agar u ijtimoiy himoya agentligining tegishli bo'limiga murojaat qilsa, unga subsidiya tayinlanishi mumkin. Bu subsidiya uning kommunal to'lovlarining bir qismini qoplaydi. Deylik, har oyda 60 ming so'm miqdorida subsidiyaga ega bo'lsa, uning kommunal xarajatlari sezilarli darajada kamayadi. Bu bir yilda 6 million so'mdan 7-2 million so'mgacha bo'lgan tejash degani. Bu juda katta yordamdir. Ayniqsa qish mavsumida pensiya jamg'armasi sizga bu haqda aytmaydi. Chunki bu ularning vakolatiga kirmaydi. Ammo bu pul sizning qo'shimcha daromadingizga teng bo'ladi. 2. Astrish misol. Komiljon bobo 70 yoshda. U Jizzax viloyatining qishloqlaridan birida oilasi, turmush o'rtog'i va nogiron farzandi bilan yashaydi. Ammo oilaning umumiy daromadi juda past. Ular 3 xonali uyda yashashadi va kommunal xizmatlar, ko'mir, elektr, suv uchun oyiga 2 million so'm to'lashadi. Bu ularning pensiyasi va nogironlik nafaqasining katta qismidir. Agar Komiljon bobo va uning oilasi daromadlari me'yordan past ekanligini
va kommunal to'lovlar ularning budjetiga katta yuk bo'layotganini isbotlay olsa, ular ham subsidiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Bu holatda subsidiyaning miqdori oilaning daromadi, oila a'zolari soni va xarajatlarga qarab belgilanadi. Ammo u ham oyiga bir necha 100 ming so'mni tashkil etishi aniq. Tasavvur qiling, bu pulni boshqa ehtiyojlarga, masalan, farzandining parvarishiga, dori-darmonlarga yoki oziq-ovqatga sarflash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu subsidiya nafaqat iqtisodiy yordam, balki oilaning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga ham qaratilgan muhim chora hisoblanadi. Asterisk exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuances. Yuqorida aytib o'tilgan 3 ta qo'shimcha to'lov va imtiyozlar ko'plab keksa fuqarolar uchun juda muhimdir. Ammo ularni olish jarayonida ba'zi bir istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish juda muhimdir. Bu nuanslarni tushunish sizning murojaatingiz muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Bertaydi. Hujjatlashtirish va isbotlash masalasi eng katta to'siq. Boqimandalik shaxslar uchun ustama. Bu yerda asosiy muammo boqimandalikdagi shaxsning mavjudligini isbotlash. Agar bola yoki nabira 12 yoshdan oshgan bo'lsa, uning kunduzgi bo'limda o'qishi haqidagi ma'lumotnomani taqdim etish shart. Bu ma'lumotnoma har o'quv yili boshida yangilanib turishi kerak bo'lishi mumkin. Shuningdek, uning sizning qaramog'ingizda ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, birga yashash fakti, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ba'zida bu masalalarni hal qilishda oilaning barcha a'zolari bir joyda ro'yxatda turmasligi muammosi yuzaga keladi. Masalan, nabira boshqa joyda ro'yxatda tursa, uning sizning qaramog'ingizda ekanligini isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Bu holatlarda sudga murojaat qilish orqali ham boqimandalik faktini tasdiqlash mumkin. Ammo bu jarayon biroz uzoq davom etadi va qo'shimcha kuch hamda xarajat talab qiladi. Yana bir muhim jihat, agar boqimandalikdagi shaxs ishlash huquqiga ega bo'lsa-da, ishlamasa, u hali ham qaramog'ingizda hisoblanishi mumkin. Ammo agar u kichik miqdordagi bo'lsa ham rasmiy daromadga ega bo'lsa, bu uning boqimandalik holatini bekor qilishi mumkin. Har bir daromad manbasi diqqat bilan tekshiriladi. Qishloq staji uchun ustama. Bu yerda asosiy muammo uzoq muddatli qishloq xo'jaligi stajini tasdiqlash. Eski ish daftarchalari ba'zida to'g'ri to'ldirilmagan bo'lishi mumkin. Yozuvlarda xatolar, o'chirishlar bo'lishi yoki muhri aniq bo'lmasligi mumkin. Ba'zida esa korxona, masalan, kolxoz tugatilgan bo'lishi mumkin va uning hujjatlari arxivga topshirilmagan. Bunday hollarda arxivlardan ma'lumotnoma olish zarur bo'ladi. Agar arxivlarda ham ma'lumot topilmasa, sudga murojaat qilib, guvohlar yordamida ish stajini tasdiqlash mumkin. Ba'zida qishloq xo'jaligi ish stajiga ta'lim muassasalarida o'qish davrlari ham kiritilishi mumkin. Lekin bu har doim ham shunday emas, balki qonunchilikdagi aniq talablarga bog'liq. Shuningdek, pensiyaga chiqqan shaxsning qishloq joyida doimiy yashash fakti ham muhim. Agar u shahar hududiga ko'chib o'tgan bo'lsa, ushbu ustama berilmasligi mumkin. Biroq agar uning doimiy yashash joyi qishloq hududida qolsa-yu, vaqtincha shaharda yasa, asba bu faktni tasdiqlasa, masalan, qishloqdagi imtiyoz saqlanib qolishi mumkin. Bu imtiyoz saqlanib qolishi mumkin. Bu nuanslarni aniqlash uchun ijtimoiy himoya agentligi mutaxassislari bilan maslahatlashish juda muhim. Chunki har bir holat alohida o'rganiladi. Uy-joy kommunal xizmatlari subsidiyalari. Bu yerda oilaning umumiy daromadini va kommunal xizmatlar uchun xarajatlarni to'g'ri hisoblash asosiy masala. Oilaning daromadi nafaqat ish haqi yoki pensiya, balki yer uchastkasidan olingan daromad, chorva mollari daromadi, boshqa ijtimoiy nafaqalar ham hisobga olinishi mumkin. Ba'zida oila a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, norasmiy daromadlar yoki xorijda ishlaydigan oila a'zolari. Shuningdek, oilaning mol-mulki ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, ikkinchi avtomobil, ikkinchi uy-joy. Bu holatlarda subsidiya berish rad etilishi mumkin. Chunki oila moliyaviy jihatdan yetarli ta'minlangan deb hisoblanadi. Ijtimoiy himoya bo'limlari qonuniy asosda to'liq ma'lumot so'rashga, haqli va ularga aniq to'liq ma'lumot berish shart. Mintaqaviy va mahalliy farqlar. Pensiya tizimi umumiy qoidalar bo'yicha ishlashiga qaramay, ba'zi qo'shimcha to'lovlar va subsidiyalar, ayniqsa uy-joy kommunal xizmatlari subsidiyalari mintaqaviy va mahalliy qonunchilik bilan tartibga solinishi mumkin. Bu degani bir viloyatda yoki shaharda amal qilgan qoida boshqa hududda biroz farq qilishi mumkin. Masalan, kommunal xizmatlarga sarflangan xarajatlarning oila daromadiga nisbatan chegaraviy foizi turli hududlarda har xil bo'lishi mumkin.
Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi aholini ijtimoiy himoya qilish agentligi bo'limi yoki mahalliy hokimiyatning ijtimoiy ta'minot bo'limi bilan bog'lanish va aynan sizning hududingiz uchun amal qiladigan aniq ma'lumotlarni olish juda muhimdir. Mahalliy hokimiyatlar pensiyaga chiqqan fuqarolar uchun qo'shimcha yordam dasturlarini ham joriy etishlari mumkin. Ular haqida so'rashni unutmang. O'tib astirish avtomatlashtirilmagan jarayonlar va murojaat tamoyili pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligi ko'pincha sizning dastlabki pensiyangizni tayinlagandan so'ng sizning hayotingizdagi keyingi o'zgarishlarni avtomatik tarzda kuzatib bormaydi. Bola universitetga o'qishga kirdimi? Turmush o'rtog'ingiz nogiron bo'ldimi? Siz qishloq joyda yashashni davom ettiryapsizmi? Bu ma'lumotlarni sizning o'zingiz taqdim etishingiz kerak. Bu tuzoq aslida jamg'armaning yomon ishlashi emas, balki qonunchilikda belgilangan murojaat tamoyilidir. Ya'ni siz huquqiy jihatdan bu imtiyozlarga loyiq bo'lsangiz ham, agar ular uchun o'zingiz ariza bilan murojaat qilmasangiz, ularni olmaysiz. Tizim sizning shaxsiy holatingizdagi barcha o'zgarishlarni bilishga qodir emas, ayniqsa turli idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi to'liq avtomatlashmagan bo'lsa. Shuning uchun faol bo'lish va o'z haqqingizni talab qilish juda muhimdir. 4. Bürokratik to'siqlar va qog'ozbozlik. Afsuski, ba'zida tegishli hujjatlarni yig'ish va topshirish jarayoni keksa yoshdagi kishilar uchun murakkab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, internet va elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Ko'plab pensiyaga chiqqanlar uchun davlat xizmatlari markazlarida yoki agentlik bo'limlarida uzoq navbatlarda turish, turli xil ma'lumotnomalarni yig'ish haqiqiy sinovga aylanadi. Bu holatlarda yaqinlarning yordami yoki volontyor yaqinlarning yordamining ko'magi juda muhimdir. Ba'zi xizmatlarni hukumat portali mytok.uz orqali olish mumkin bo'lsa-da, keksa avlod vakillari uchun bu jarayonlar murakkab bo'lishi mumkin. 5. Pensiyani qayta hisoblash imkoniyati va muddatlari. Agar siz oldinroq bu imtiyozlarga murojaat qilmagan bo'lsangiz, lekin hozir sizda ularni olish huquqi borligini bilsangiz, pensiyangizni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda, agar sizning murojaatingiz to'g'ri bo'lsa va kechikish asosli bo'lsa, avvalgi davrlar uchun ham kompensatsiya olishingiz mumkin. Biroq bu har doim ham oson emas va ko'pincha ma'lum bir muddat bilan cheklanadi. Masalan, oxirgi 3 yil uchun. Ya'ni siz 5 yil oldin olmadingiz, lekin bugun murojaat qilsangiz, faqat oxirgi 3 yil uchun qo'shimcha to'lovni qayta hisoblashlari mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish muhimdir. Shunday qilib, bu qo'shimcha to'lovlar oddiygina beriladi degan ma'noni anglatmaydi. Ularni olish uchun ma'lum bir harakatlarni amalga oshirish, hujjatlarni yig'ish va tegishli idoralarga murojaat qilish kerak. Bu jarayonni tushunish va unga tayyor bo'lish juda muhimdir. Faqatgina o'zingizning faolligingiz orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'ni olishingiz mumkin. Astash practical advice, specific steps. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Siz yuqorida aytib o'tilgan 3 ta qo'shimcha to'lov va subsidiya uchun qanday qilib murojaat qilishingiz mumkin? Qaysi hujjatlar kerak, qayerga borish kerak, nimalarni yozish kerak? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman, toki bu jarayon siz uchun imkon qadar sodda va tushunarli bo'lsin. Edib o'qimandalikdagi shaxslar uchun pensiyaga ustama olish uchun. Bugun eshitgan ma'lumotlaringiz haqida qanday fikrdasiz? Siz yoki sizning yaqinlaringiz ushbu imtiyozlardan foydalanganmisiz? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. O'z tajribangiz bilan bo'lishing. Bu boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam beradi va bizga ham qaysi mavzular sizni ko'proq qiziqtirayotganini tushunishga imkon beradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing va hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarimizda ham sizni shunga o'xshash muhim va hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlar kutmoqda. O'zingizning huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Sog' bo'ling va o'zingizga g'amxo'rlik qiling.